Toshkent davlat texnika universiteti mexanika muhandisligi fakultetida metallar texnologiyalari kafedrasi mavjud va ushbu kafedra o'z yo'nalishidan kelib chiqib, bugun jamiyatimizga yetuk mutaxassislarni tayyorlab kelyapti deyishimiz mumkin. Mazkur dargohdagi imkoniyatlar, shart-sharoitlar haqida Sarvinoz Burxonova lavha tayyorlaganlar. Keling, tomosha qilamiz. Metallar texnologiyalari kafedrasida talabalar bakalavriat yo'nalishi bo'yicha kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shaklida tahsil oladi. Kafedraning o'quv rejalari va fan dasturlari dunyoning top 300 reytingiga kirgan davlatlarning universitetlarining ilg'or tajribalaridan foydalangan holda tashkil etilgan. Hozirgi kunda kafedrada 3 ta davlat grantlari va 4 ta xo'jalik shartnomalari asosida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Jumladan, O'zbekiston-Xitoy va O'zbekiston-Belarus hamkorligidagi qo'shma loyihalar bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlarning natijalari O'zbekistonning yetakchi ishlab chiqarish korxonalarida joriy etilgan. Metallar texnologiyalari kafedrasi hozirgi kunda qora, rangli va noyob metallar bo'yicha mutaxassislar yetishtirib chiqaradi. Hozirgi kunda dunyoda eng rentabelniy sohalardan bittasi aynan bizning soha hisoblanadi. O'qish jarayonida bakalavriat bizda nafaqat O'zbekistonda, nafaqat bizda ta'lim oladi, balkim qo'shma dastur yordamida Belarusiyada, Angliyada, Yaponiyada, Koreyada tahsil olib kelish mumkin. Kafedraning barcha o'quv va ilmiy laboratoriyalari zamonaviy jihoz va uskunalar bilan ta'minlangan. Talabalar soha bo'yicha fanlardan olgan bilimlarini ushbu laboratoriya xonalarida amaliy jihatdan mustahkamlamoqda. 3 yil davomida mana shu oliygohda tahsil olib, ma'lum bir natijalarga erishdim. Jumladan mana shu elektrosamokatning yangi konstruksiyasini o'ylab chiqdim. Bu konstruksiyaning vazifasi yurgan yo'lim mobaynida, yurish yo'li mobaynida sarflanadigan elektr energiyasini ma'lum bir qismini qayta ishlashga qaratilgan hisoblanadi. Biz bu bilan elektr energiyasini sezilarli darajada sarfini qisqartirdik va yurish masofasini anchaga oshirdik. Mana yana hozirda ko'plab ilmiy tadqiqotlar, ilmiy loyihalar ustida ishlayapman. Startup loyihalarida qatnashyapman. Kafedrada ko'plab to'garaklar hamda Metal Casting and Research spin-off korxonasi faoliyat olib bormoqda. Tashkil etilgan to'garaklar va korxonada 30 dan ortiq iqtidorli talabalar yuqori natijalarga erishib kelmoqda. Bu yil men Xitoy davlatida 3 ta grant asosida 3 ta universitetga qabul qilindim. Bu Cheju, Pekin hamda Harbin shaharlaridagi universitetlarga qabul qilindim. Bunda menga ustozlarim juda ham katta yordam berdi. Men ulardan minnatdorman. Menga mana shu yo'nalishlarni ko'rsatdi. Ilmiy ishlarimni, barcha qilgan harakatlarimni jo'natganimda ular menga mana shu 3 ta universitetdan tavsifnoma yuborishdi. Hozirda men mana shu 3 universitetdan bittasini tanlashda qat'iy qaror qilaman. Kelajakdagi niyatlarim ham juda ham katta. Ular bilan yanada katta shartnomalar tuzib, hamda universitetimiz bilan shartnoma tuzib, bu yerda Xitoy va O'zbekistonda mana shu metallar texnologiyalarini katta yo'nalishda rivojlantirish ilinjidamiz. Ma'lumot uchun, kafedrada har 3 ta ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalar uchun kafedra qoshidagi ishlab chiqarish bo'linmasida va respublikamizdagi ushbu sohaga oid ishlab chiqarish korxonalarida ishlash imkoniyati mavjud.